elektromontajimiz bitdi. Bu safar montajimizga yangilik kiritdik. YouTube'dan ko'rib o'rgandim. Mana bu narsa relay напряжение 40 ligi. Undan keyin uzamiz turibdi. 32 lik, bundan bir pog'ona past. Hammasini buni YouTube'dan ko'rib elektriklardan, katta elektriklardan o'rgandim. Guruh avtomatlari xonalardagi. Bu yangilik, birinchi marta qilyapman. Relay напряжениemiz bitoy texnikalarimizda yonib ketish, kuyib ketishdan asraydi. Uzamiz damda tok urishdan asraydi. Xonalarimiz xolasa gips gardonlarimiz ham bitay deb qoldi. Tok montajga o'zim qiziqaman. Samouchka elektrik emasman. Qiziqish kuchli, lekin qiziqib YouTube'dan ko'rib o'rganaman ko'p narsani. Mehmonxonamiz. Pollarimiz cho'pli pol bo'lgan. Zalimiz bu. Cho'pli pol bo'lgan. Koridor to'liq cho'pli pol bo'lgan. Spannellarimizga qilmadik. Spannellarga shart emas. Radiatorlar bor, issiqlik yetadi. Dushovoyga qilganmiz. Bu ikkinchi etaj mansard. Oldingi videolarda ham o'qib o'rgandik. Joylarda qo'yib o'rgandim, to'liq bitmaganda. Shu joyda xudo xolasa rakovinamiz bo'ladi. Undan keyin steralka. Dushga kirish xonamiz. Mana bu dushovoyimiz. To'g'raydi unitaz. Mana shu yerdan kafildan bo'lib turib dush qilib olamiz. Tepada kichkina ofischamiz bor. Shuni boshlaganmiz, xudo xolasa mana. Buchi xonasi. Hozircha shu. Qolgani yana keyingi videolarda.